Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Amerika Shimoliy Koreya tahdidiga qattiq pozitsiya bildirdi. Shimoliy Koreyaning 30 mart shanba kuni Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya urush holatiga kirdi deb jakarlagan tahdidiga qarata Amerika Oqsaroyda qattiq pozitsiya bildirib, Shimoliy Koreyaning bu shaklda ogohlantirishi va tahdid selishi doim ko'rilib turadigan masala dedi. Shimoliy Koreyaning birdan-bir orqa tereki Xitoy bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doimiy a'zosining biri bo'lgan Xitoy Shimoliy Koreyani jazolash qaroriga qo'shilgan. Rossiya mo Shimoliy Koreya masalasida jiddiy qaragan. Oqsaroy bayonotchisi Hayden Amerika Shimoliy Koreyaning quruq bayonotiga qarata qattiq inkos bildirib, ittifoqdoshi Janubiy Koreya bilan bo'lgan quyuq munosabatini qat'iy saqlab qoladi. Shimoliy Koreyaning bu xil tahdidlari bir xil shakl bo'lib qoldi. Yangidan e'lon qilgan bayonotimi bir parcha quruq qog'ozdan iborat. Amerika har xil usullar bilan Shimoliy Koreyaga qarata besimni davom qiladi. Amerikaning to'sig'ichi boshqarilgan bomba, oldin signal berish sistemasi va iz qo'g'lash radari qatorliq ilg'or texnikalari bor. Bu texnika bilan Amerika Shimoliy Koreyani adablab qo'ydi degan. Buningdan burun Oqsaroy muavin bayonotchisi George Ernest Shimoliy Koreya navbatdagi jiddiy ahvolga qarata butun mas'uliyatni ustiga olishi kerak. Amerika bu xil ahvolda ittifoqdoshi bilan quyuq munosabatni saqlab qoladi. Hamda har xil yuz berish ehtimoli bo'lgan har qanday harakatga qat'iy taqobil turdi degan edi. Xitoy doiralari o'ziga sodiq diniy zotlarni yetishtirish siyosatini davomlashtirmoqda. Xitoy doiralari Sharq Turkiston xalqini tamoman assimilyatsiya qilish uchun ularni diniy e'tiqodidan yiroqlashtirish maqsadida har xil usullarni qo'llanib kelmoqda. Atalmış vatanparvar diniy zotlar yetishtirish nomida musulmonlarning e'tiqodini burmalaydigan va Xitoy doiralariga xizmat qiladigan kishilarni yetishtirib chiqish siyosati Xitoy doiralarining musulmonlarni sog'lom aqida, to'g'ri ideyadan yiroqlashtirish uchun qo'llangan to'zoqlaridan biridir. Egallanishicha 28 mart payshanba kuni Atalmış Abdunum rayon bo'yicha ochilgan 4-navbatlik vatanparvar diniy zotlarni tarbiyalash siyosati Urumchida boshlangan. Bu to'zoq murosimiga qatnashgan Xitoy qo'rchiqi Nurbakri Xitoy doiralarining har xil besimlari sababli bu to'zoq murosimiga ilinib qolgan atalmış diniy zotlarni har vaqt hushyor bo'lib, chegara ichi va sirtidagi dushman kuchlarning dindan foydalanib, Sharq Turkistonda atalmış qonunsiz jinoiy qilmishlarni elib berishidan qattiq saqlanib, ular bilan qat'iy kurash qilishga da'vat qildi. Atalmış vatanparvar diniy zotlarni tarbiyalash nomidagi bu to'zoq 2001-yili boshlangan bo'lib, hozirga qadar bu to'zoqqa qatnashganlarning soni 24 mingga yetgan. Egallanishicha bu qitimqisi 4-navbatlik to'zoqi bo'lib, 2016-yilning oxirigacha davomlashadi ekan. Qo'rchiq Nurbakri bu qitimqi to'zoqqa tushganlarga mundaq ta'lim berdi. Amaliyat vatanparvar diniy zotlarni tarbiyalashning ahamiyatining nihoyat zo'r, unimining yaxshi bo'layotganligini isbotladi. Tarbiyalanish orqali keng vatanparvar diniy zotlarning siyosiy engi yuqori ko'tarilib, nazar doirasi kengaydi hamda har qaysi taraflarning yaxshi bahosiga erishdi. Xitoy doiralari har xil usul, har xil nomlar bilan Sharq Turkiston musulmonlarining diniy engini suslashtirib, islom dini tushunchisini o'zining ishg'ol siyosatiga uyg'un shaklda tushuntirib kelmoqda. Myanmardagi fojia kuchaymoqda. Mufakkiratul Islom to'rining xabar qilishicha 1-aprel dushanba kuni Bermaning ilgirki poytaxti Rangondagi Islom diniy madrasasida qattiq o't ofati yuz bergan bo'lib, 13 nafar kishi hayotidan ayrilgan. Ularning ichida kichik bolalar ham bor ekan. 2-aprel seshanba kuni Berma doiralari bu o't ofati toksimlarning mos bo'lishi sababli maydonga kelgan bo'lishi mumkinligini da'vo qilib turib olgan. Hammaga ma'lumki, o'tgan oylarda Myanmardagi nurg'un rayonlarda qattiq to'qinish harakatlari yuz berdi. Musulmonlar buddistlar tarafidan eng vahshiy usulda qatl qilindi. Nurg'un Myanmar musulmonlari hayotidan ayrildi va nurg'unlari yaralandi.
Buddistlar bilan musulmonlar o'rtasidagi to'qinish o'tgan seshanba kuni Mektiladan bir qancha 100 kilometr yiroqlikdagi Bagu rayonida qayta boshlangan bo'lib, 40 nafar odam hayotidan ayrildi va nurg'un masjidlar va o'nlarcha uylar buddistlar tomonidan vayron qilib etilgan edi. 20 mart poytaxt Naybidadan 130 kilometr uzoqlikdagi Mektila shahrida bir musulmon sotquchi bilan buddist setib oluvchilar orasida gap talashish yuz berishi bilan bu qitimqi to'qinish portlagan. Buddistlar 3 kungacha shahar ichida qalaymaqonchilik chiqargan. Keyin harbiy holat yurgizilib, shanba kuni askarlar shahar ichini kontrol qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Burma hukumatidan naql qilishicha, bu qitimqi voqeada 12 mingdan ortiq kishi ziyon uchirgan. Hamas tashkiloti rahbarligiga Xolid Mash'al qayta saylandi. BBC to'g'rining xabar qilishicha, Hamas tashkilotining Qohirada o'tkazilgan kechilik saylimida Xolid Mash'al Hamas tashkiloti rahbarligiga qayta saylangan. Hamas tashkilotidagi bir mas'ul dushanba kuni Misr poytaxti Qohirada o'tkazilgan yig'in natijasi to'g'riliq so'zlab, Xolid Mash'al Hamas tashkiloti rahbarligiga qayta saylandi dedi. Xolid Mash'alning Hamas tashkiloti harakatining siyosiy byurosi rahbarligiga qayta saylanishiga Hamas tashkilotidan 60 nafar yuqori darajalik mas'ulning ovoz berganligini ta'kidlagan mazkur mas'ul saylam to'g'riliq boshqa tafsiliy ma'lumot bermadi. Misr rahbarligi bilan suhbatlashish va navbatdagi Falastin raisi Mahmud Abbos tarafdori bo'lgan Fatih harakati tashkiloti bilan orasini yaxshilash maqsadida Hamas tashkiloti rahbarlaridan tashkil topgan cho'ng bir hay'at o'miki Qohiraga yetib borgan. Ba'zi manbalarga qaraganda Misr bilan Qatar Xolid Mash'alning saylanishiga qattiq kuch chiqargan. Xolid Mash'al 56 yoshda bo'lib, 2004-yildan beri G'azza rayonini kontrol qilib, Isroiliya tajovuziga qarshi turib kelgan Hamas harakati tashkilotiga rahbarlik qilib kelmoqda. Uyg'urlarning bulbuli, dini islomning dulduli Ablat Qari Hajim 2 aprel otishda yerlikida qo'yildi. Bulbul Qari Hajim deb nom olgan mashhur diniy zotlarimizdan otishliq Ablat Qari Hajim 1 aprel Qashqar otish orliqida qatnash voqeasiga uchrab, atigan soat 8:30 atrofida qazo qilgan bo'lib, voqeaning tafsiloti hozirgacha aniq emas. Marhumning jinoza namozi 2 aprel seshanba kuni shu yer vaqti namoz bomdoddan keyin marhum hayot vaqtida ilgari o'zi imom bo'lgan Atush Tijan masjidida tushirilgan bo'lib, minglagan xalq ommasi marhumning jinoza namozini o'qib yerlikida qo'ygan va marhumga atab nurg'un marsiyalarni o'qigan. Marsiyalardan birida mundaq deyilgan: Marhum Ablat Bulbul Qari Hajimga o'zi keskin tili o'tkir bo'lg'achqa xalq qo'ygan taxallusni bulbul deb, qarshi virgan egelmegach qaddini atashtuq islomdagi duldul deb, deytdi doim Alloh bergan bu jonni keltirmayli shiriklikni gumonni, o'lsakmi ham mard mardoni o'layli, hamroh qilib pok vijdonni iymonni. Marhum to'g'riliq mushuninga o'xshash nurg'un marsiyalar o'qilgan. Marhum 13 yoshida Qur'on savodini chiqarib, yiqimliq ovozlari bilan xalqining qo'llashiga erishgan va Bulbul Qarim deb atalgan. Keyin Otishdagi Tijan masjidiga imom bo'lgan. Marhum hayot vaqtida bid'atga qarshi islohot va da'vat elib borgan. Boy gaday amaldor demasdan dodil holda haqni bayon qilgan. 1980-yillari Xitoy doiralari tomonidan qo'lga elinib turmaga tashlangan marhum Bulbul Qari Hajim turmadan chiqqandan keyin Urumchiga chiqib, o'z tirikchiligini qilgach, nurg'un yoshlarni tarbiyalagan. Marhum 77 yoshida vafot bo'ldi. Alloh marhumning yotgan yerini jannatdan qilg'ay va marhumda keskin, dodil ahli ilmlarni ko'p qilg'ay. Yaponiya dengiz mudofaa armiyasi Tokioning janubiga yangi aviamatga qo'yib berdi. Yaponiya dengiz mudofaa armiyasi poytaxt Tokioning janubidagi Yokosuka rayonining dengiz harbiy bazasiga yangi aviamatga qo'yib bergan. Mazkur xabarni tarqatgan Yaponiya radiosining oshkorlashicha, bu yangi aviamatga Ziyoro tiplik aviamatga bo'lib, uzunligi 84 metr ekan. Ilgariki boshqa aviamatkalarga qaraganda uzun muddat dengiz chunqurligida qolalaydi ekan. Egilinishcha, buningga o'xshash aviamatkadan yana 4 dona bor bo'lib, ular Yaponiyaning g'arbidagi Hiroshima rayonidagi Kori bazasiga qo'yib berilgan.
Yaponiya radiosining e'lon qilishicha, hozir Yaponiyaning 16 aviamatkasi bor bo'lib, Yaponiya 2021-yilgacha aviamatkalarining sonini 22 ga yetkazdi ekan. Faysal Qasimi Shimoliy Koreya diktatoriyasi kuchlik yadro quroli yasadi. Bizning zolim zo'migarlarimiz nima yasadi dedi. İctimai uçur aloqa vositasi Facebook'ta Suriye vaziyatining mohiyat to'g'riliq doktor Faysal Qasim mundaq dedi. Agar Suriye masalasidagi hal qilg'uch qaror Suriyalikning ilkida bo'lsa edi, Suriye masalasi hozirgi ahvolga kelmaydi. Suriye masalasidagi eng cho'ng falokat shuki, Suriyada strategiya manfaati bo'lgan Rossiya, Iron va Xitoyga o'xshash boshqa jahongir zo'migarlarining ta'siri kuchidir. Bu zo'migar kuchlar Suriye masalasining beshidan tortib, hamma ishni kontrol qila olamiz va vaqti kelganda o'rnida to'xtata olamiz deb o'ylab, Suriye masalasini hozirgi ahvolga keltirdi. Lekin Suriye masalasi ular o'ylagandek bo'lmadi. Kontrollik hammasining qo'ldan chiqib ketdi. Ammo Suriye va Suriye xalqi qurbon bo'lib ketdi. Ey Alloh Suriyaga yordam qilgan. Agar Iran atom qurollariga ega bo'lib qolsa, oldimizdagi kunlarda Shimoliy Koreyaga o'xshash İran hukumati Palani Pokoni davlatni atom bilan urushga qaror chiqardi degan nihoyatda jiddiy bir xabarni anglashimiz mumkin. Lekin Shimoliy Koreya diktatoriga bizning diktatorlarimizni o'qitish to'liq xatodir. Chunki Shimoliy Koreya o'zining dushmanlariga qarshi turish, vatanining va xalqining izzatini saqlash uchun yadro quroli yasadi. Ammo bizning diktatorlarimiz vatanni vayron qilish, xalqni ezish, och qo'yish va zulm qilishdan boshqa bir narsa yasagan yo'q. Ular xalqini o'ltirishga va vatanni vayron qilishga qurol-yarog' hozirlab beradigan zo'migarlar qo'ldagi bir o'yinchoq xolos. Faysal Qasimi yana mundaq dedi. Shimoliy Koreyaning izzatini qo'g'dash uchun eng ilg'or qurollarga ega bo'lish huquqi bor. İnsanlar uyda yeydigan bir luqma non topolmasa mayliki, lekin izzatini yo'qotmasin. Mana bu ko'pincha Shimoliy Koreyalikning ahvolidir. Faysal Qasimi yana mundaq savol qo'ydi. Shimoliy Koreya diktatoriyasi kuchlik yadro quroli yasadi. Bizning zolim zo'migarlarimiz nima yasadi? Hozir Suriyada cho'ng kichik hammaylan o't bilan o'ynashayotganligi rostdir. Lekin agar zolim nizomning ittifoqdoshi bo'lgan Rossiya va Iron tarafidan qurolliq qo'zg'olonni bostirishga sharoit hozirlanmasa edi, yuzlarcha xalqaro istixborot agentligi Suriya zaminda o'yin boshlay olarmidi? Mana bu savol. Nemishqa natija haqida so'zlab, sabab va ishning boshlanishini unutib qolamiz. Bu savol to'g'riliq munozara qilsak bo'ladi. Bu fikr to'g'riliq inkos bo'lsa qabul qilamiz. Facebookda yana mundaq deyildi. Rossiya va Xitoy Amerikani O'rta Sharqdan qandoq uzoqlashtirishni bilib yetib, Amerikani Shimoliy Koreya atom quroli masalasi bilan mashg'ul qildi. Shimoliy Koreyaning Amerikaga qilgan bevosita tahdididan keyin Suriya Amerikadagi odamlarni darhol Amerikadan ayrilishga tavsiya qildi. Urush tahdidi solgan Shimoliy Koreya Xitoyni harakatga keltirdi. Shimoliy Koreyaning yadro tahdidi orqasidan Amerikaning Koreyaga B-2 va F-22 tipli kurashchi aeroplanlar bilan urush paraxodlarini avatishi Xitoyni harakatlantirgan. Xitoy Shimoliy Koreya chegarasiga askar va urush aeroplanlari avatgan. Koreya va Amerikaning o'rtaq harbiy manevri kayindan urush bilan tahdid solgan Shimoliy Koreya qo'shnisi bo'lgan Xitoyni harakatlantirdi. Amerika tarafining xabariga qaraganda, Xitoy armiyasi oldimizdagi mart oyi o'ttirisidan hozirgacha Shimoliy Koreya chegarasiga askar yo'tkizmoqda ekan. Amerika doiralari Xitoy armiyasining tanka va Berunovik qismlari bilan Jiang rayoni va Yalu daryosi bo'yidan Shimoliy Koreya chegarasi tarafga ilgirlab manganligi va buningdan boshqa yana Xitoyning Seriq dengizida rasmiy bir harbiy manevr o'tkazganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Shimoliy Koreyaning taqib etilgan plutonium reaktorini yangidan qo'zg'atish niyatida bo'lganligidan nihoyatda afsuslanganligini bildirgan Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hong Lei Shimoliy Koreyaning yadro planini qayta qo'zg'atish niyatida bo'lganligi to'liq afsuslanarli dedi. Shimoliy Koreya yilda bir yadro bomba ishlab chiqara oladigan plutonium reaktori 2007-yilda Koreya, Xitoy, Yaponiya, Amerika va Rossiya bilan elib berilgan yadro qurollarini cheklash muzokaralarining bir qismi sifatida taqib etilgan edi. Shimoliy Koreyaning yadro qurol ishlab chiqarishda eng ko'p ishlatgan yiqilg'u manbasi bo'lgan plutoniumni yangidan harakatga keltirishni va Yongbyon yadro bazasidagi boshqa aslihalarni
qayta qo'zg'atishni e'lon qilganligi boshda Janubiy Koreya va Amerika qatorliq bir qancha davlatlar tomonidan qarshilik uchradi. Shimoliy Koreya Amerikaga qadar yetib bora oladigan yadro o'qbishi raketasi ishlab chiqarishni planlayotgan bo'lsa-mu, lekin Shimoliy Koreyaning bunday bir raketa ishlab chiqargudek texnikasi yo'q deb qaralmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon taqib etilgan plutonium reaktorini yangidan ichish qarorini bergan Shimoliy Koreyani qattiq ogohlantirdi. Bu vaqtda yadro tahdidi o'yin emas deb so'z qilgan Ban Ki-moon Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi bo'lish salohiyatim bilan vazifam urushni to'xtatish va tinchlikni amalga oshirishdir dedi va hozirgi krizisning texmi yomonlashayotganligini uqtirdi. Yana bir tarafdan Xitoy elib borgan harbiy manevrdan qaytishida chet el kurashchi aeroplanlari va urush paraxodlarining hujumiga uchirganligi bildirildi. Xitoy doiralari hujumga uchirganligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, voqeaning tafsiloti haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Hürmetlik televizor ko'rguvchilar, haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bugun mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum.